Malibu 2 biz bilgan va sevgan avtomobil aslida ikkinchi versiya emasligini bilganmidingiz? Unda Uzcars'ga obuna bo'ling va biz hozir davom etamiz. 1964-yil Chevrolet Malibu paydo bo'lgandan boshlaymiz. 1964-1983-yillar Malibu Chevroletning eng yaxshi turi kabriolet, SS 396 va coupe ishlab chiqarish 1983-yilda to'xtatilgan. 1983-1997-yillar tanaffus Malibu ishlab chiqarilmagan. 1997-yil old uzatma 4 silindrli va V6 Malibu versiyasi bozorga taqdim etiladi. So'ngra esa 2004-yilda Malibu Max universal hatchback chiqariladi. 2012-yil Epsilon 2 platformasida 8-avlodning boshlanishi model global bo'ldi. Ya'ni gap bizda tanilgan Malibu 1 haqida ketmoqda. 2017-yil Malibu 2 O'zbekistonda taqdim etildi va birinchi modifikatsiyasi bo'lib Malibu 2.4 taqdim etishdi. Bu yoqda 2.4 atmosfera motor, haligacha O'zbekistonda bu Malibuni juda ko'p uchratasiz. Mordasi ko'rishingiz mumkin, Primerlardan boshqalardan katta farqi bor va undan tashqari salonida bitta turbina versiyalaridan katta farqi bunda Bose audio sistema, undan tashqari koja elementlari o'sha ko'p. 2.4 dan so'ng muvaffaqiyatsiz modifikatsiyasi, ya'ni 1.5 turbo va 2 turbolari chiqqan. Unda bitta katta farqi audio sistema qanaqadir noma'lum brendga alishgan, saloni materialga alishtirilgan kojadan. Noma'lum sabablarga ko'ra. Malibu Premier versiyasi biroz keyinroq 2021-yilga yaqinroq chiqqan va bu yoqda asosiy o'zgarishlar o'sha 2 litr turbina, 273 ta ot kuchi va undan tashqari mordasi o'zgargan, faralari o'zgargan va orqa qism faralari ham o'zgargan. Salonda o'sha premium salon qaytgan. Turboda oddiy materialdan qilingan salon bo'ladigan bo'lsa, bu yerda koja elementlari ko'paygan, audio sistema yaxshilangan va xullas yaxshi o'sha o'zimizga yoqadigan bilgan Malibu yaratilgan. 2023-yil UzAuto Motors Malibu XL ni taqdim etadi va XL ning eng katta farqi bu 9 stupenchli avtomat, ya'ni mashina qo'pol qilib aytganda kamroq benzin yeydi, yangi avtomat korobkasi hisobiga. Eski Malibu Premierimiz 12-13 litr yeydigan bo'lsa, XL esa 9 litr, 8 litr atrofida rasxodga ega bo'ladi. Va undan tashqari hamma oblisovkalari Black Piano bilan qizil aralash ranglardan iborat bo'ladi. Malibu Chevrolet kompaniyasining tarixiga juda boy modeldan hisoblanadi va 1964-yildan ishlab chiqarilgan. Siz esa aynan qaysi Malibuni haydagansiz? Javobni izohlarda qoldiring.